bitta tanishimiz iltimos qildi. Operatsiya qildirsam agar unda aniq gemoroy, biladi gemoroyligini. Operatsiya qildirsam восстановлениеga qancha vaqt ketadi va nimalarni boshdan kechiraman. Shuni aniq so'rab bering, keyin murojaat qilaman deb iltimos qildim. Bu ko'p murojaatlar shunaqa bo'ladi. Ma'no jihatdan shunaqa. Ya'ni qanchada tiklanaman. Endi qilinadigan usuliga qarab 15 kundan 1,5 oygacha tiklanish talab qiladi. Endi yana gemoroyni kattalik darajasiga ham bog'liq. Gemoroy masalan yuqorida aytganimizdek 2-3 daraja, lekin bemorni tinmay bezovta qilib yuribdi. Shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, 2-3 darajali gemoroylarda tiklanish tezroq bo'ladi. Uni ustida yuqorida ozgina silka qildingiz. Zamonaviy davolash usuli. Hozir lazerda davolash bor. Malainvaziv usullar deydi, kichik jarohat beradigan usullar. Shunda tiklanish tezroq bo'ladi. Lekin juda ham katta gemoroylar, ularni hatto ayrimiga lazer orqali qilishning imkoni bo'lmaydi. Lazerni kuchi yetmaydi. Bunaqa holatda kesib olishga to'g'ri keladi.